Assalomu alaykum. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, hamma zo'rmi? Hamkasblar, ishlar bilan charchamasdan yaxshi yuribsizlarmi? Mana Xudo xolasa, biz cho'lchang fermamizda qilinayotgan ishlar jadallik bilan ketyapti. Xudo xolasa, mana ko'rishlaringiz mumkin. Xuddi shu baraktirda usti qatlamini shoxi yordamida bir qator ag'darib cho'lchanglarga oziqa berish jarayonida bir qator shox yordamida ag'darib chiqdik. Xohlasa ko'rishlaringiz mumkin, xuddi shu go'nglarda shu beraktirga shunisiga Xudo xolasa, keyin narg'i chekkada yana bitta reaktorimiz bor. Unga solamiz, mana ko'rishlaringiz mumkin. Xohlasa yil bahoriga juda katta ishlarni amalga oshiramiz. Xuddi shunday bitta yakka reaktorimiz bor. Mana shu ko'rib turgan tasvirdagi go'nglaringizda shu reaktorga, keyin bunisiga Xudo xolasa, keyin bunisiga tashlaymiz Xudo xolasa, yoniga keyinchalik narg'i chetdagi ana bu tarafdagi reaktordagi cho'lchanglarimizni Xudo xolasa mana bu ko'rishlaringiz mumkin. Bu oziqa beradigan yo'lagimiz. Mana bu tarafda ikkita reaktorimizdagi cho'lchanglarimizni Xudo xolasa shu qilayotgan yangi 3 ta reaktorimizga ko'chiramiz. Mana buni ham hozir bir qator shox yordamida ag'darib chiqdik. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda zo'r holatda. Xuddi shunday tozalikka ham ahamiyat berishimiz kerak sohada. Reaktorlaringiz ustidan har xil begona yovvoyi o'tlar chiqadigan bo'lsa, tomiri bilan yulib tashlashni maslahat beramiz. Chunki urug'i to'kiladigan bo'lsa, keyinchalik chiqarayotgan biogomizga ham ta'siri bo'ladi Xudo xolasa. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda zo'r holatda qilib tayyorlaganmiz. Oziqalarimizni tushirib oldik. Xudo xolasa ishlar ketyapti. 15 kundan buyog'iga tinganimiz yo'q. Xudo xolasa tiriklar ketyapti. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Xuddi shunday shu yerda bu yerda 15-20 tonna mahsulotimiz bor edi. Buni sotib tugatdik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Xuddi shunday shu tarafda biogomslarimiz qoldi. Biogomslarimiz namini qochirish maqsadida xuddi shunday 50-60 cm qilib yoyib qo'yganmiz. Xudo xolasa bir kun yarim kun sergisa bularda ham elak yordamida elab sotuvga chiqaramiz. Kimga mahsulotimiz kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Hali kamida 40-50 tonna atrofida biogomslarimiz sotuvda mavjud. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xudo xolasa uzoq muddat yedirilgan, sifatiga 100% javob beradigan tabiiy organik biogomslarimiz sotuvda mavjud. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xudo xolasa dastavkasi kelishilgan narxlarda siz aziz vatandoshlarga yetkazib beramiz. Hozir cho'lchang plantatsiyamiz ko'rishlaringiz mumkin. Juda ajoyib qilib tayyorlaganmiz. Mana bu tasvirda ko'rib turgan xonadoningiz meni xonadonim. Xudo xolasa shu yerda istiqomat qilaman. Bexijolat kelaverasizlar. Mahsulotda muammo yo'q. Qo'ldan kelgancha sifatli qilib juda zo'r holatda bo'lgan biogomslarimizni tayyorlab beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.